Qo'ylarda uchraydigan chechak kasalligi. Xalq tilida ko'pchilik gul kasali nomi bilan tarqalgan. Og'iz atrofiga, cho'l sohalariga mana shunaqangi yaralar chiqadi. Bu yuqumli hisoblanadi. Hozir mana shu yerda turgan barcha qo'ylarimizga yuqqan. Og'iz atrofida shunaqangi yaralar chiqqan. Bunda hozir biz davolash ishlarini olib boramiz. Kasallikni davolashda antibiotiklardan foydalaniladi. Va og'izdagi yaralar bilan atrobotka qilib tursa yaxshi samara beradi. Ko'rishlaring mumkin, tumshuqdagi yaralar qanaqangi darajada katta bo'lib ketgan. Buni davolamasa qo'ylar ishtahadan qolib mahsuldorligidan ancha tushib ketadi. Og'izdagi jarohatlar margansovka, glitserin yoki yodlar bilan atrobotka qilsa yaxshi samara beradi. Qo'shimchasiga Max Spray, spreydan sepiladi. Yuqumli kasallik hisoblanadi. Qo'rada bitta qo'yga yuqdimi, hammasiga yuqadi. Davolashda ikki xil usullardan foydalaniladi. Kasallikni oldini olish uchun chechakka qarshi vaksinalarni qilib qo'ysa yaxshi samara beradi. Videoni shunaqangi qo'y boqadigan tanishlarga yuborib qo'yamiz.